Aka $100 oshmaydi shu yerdami? Shu yerda. 4 kishi ish kerakmi? 4 kishi. Aka biz 3 kishiymiz. Aka $1000 olib bera olasizmi? Javob olib beraman. Botir aka. Bo'ldi, chaqiringda, chaqiring bo'ldi. Botir aka. Botir aka. Botir aka. Kelaylik mehmonlar. Ya, assalomu alaykum. Shefim, polvonisi. Rahmat sen. Charchamadingizmi aka? Sog'ingiz yaxshimi? Aka, mana polvonlar keldik, 4 kishilik $1000 beraman. Larsga oshingiz bormi aka? 3 kishiga beramiz hozir. Gap yo'q, va'da. Mana polvonlarni qarang aka mana. Bo'ldi. Aka qagani uyib qol. To'g'risini aytaymi? Bu temani qo'yib turaylik-da. Ertaga O'zbekiston bilan Qatar o'ynaydi. O'shanga balet qilib O'zbekistonni bitta qo'llab-quvvatlab yuboraylik. Komandadan ketdik, nima deysizlar? Bo'ldi aka. Ketdik. Gap bo'lsin. Gap yo'q aka. Men kutmagan unaqangi men. Xudo xolasa O'zbekiston ertaga yutsa, Sharbota choyxonasida shashlik yeyib tekin futbolchilarimizga. Agar O'zbekistonimiz yutsa, chempionlarimizga Botirachi qoshda osh bip. Ertaga O'zbekiston yutsin deganlar like kommentariyalarni bangillatamiz. Olg'a O'zbekiston!